Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor gang. Hammani kirib kelgan Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklayman. Qurbon hayiti hammamizga muborak bo'lsin. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga va nihoyat bunaqangi chiroyli Ultimate ruletka qo'shildi. Akkauntimda 12000 UC bor, shuni ishlatib omad sinab ko'ramiz. Qani 12000 UC ga Ultimate ruletkada kostyum va yangi Ember garant skini tushadimi yo'qmi? Birga bilib olamiz. Juda ham chiroyli shlem, kostyum, ryukzaklar qo'shilgan. Va nihoyat erkak personajga ham mos bo'lgan bunaqangi kachok kostyumda Osiyo bo'lar ekan. Xullas, opengiz qilamiz va omadimizni sinab ko'ramiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Men videoni boshladim. Hop, bo'lmasam birinchi bo'lib 10 yusiga olib ko'ramiz. Granatda birinchi 10 yusiga chotki, o'sha omadli boshlandi legendarga bu safar bunaqangi kupon olish esimdan chiqib qolibdi, shuning uchun 0 yusiga ocholmaymiz. Birinchi 10 taligimiz. Davay, PUBG omadli qilgin, yaxshi material. Birinchi 10 taligimizda yo'q. Normal narsa beryapti. Ultimate'da shlemlarni berib yorsa ham zo'r bo'lardi. Yaxshi, har bitta 10 taligimizda legendarka beryapti hozircha. Nima bu? O'sha 3-10 talikda Ultimate. Nima deydi? O'sha hayit namozdan kelib hamma yo'q yuvilgan, shuning mana Ultimate berib yubordi, shuning yuvib ochish kerak albatta. Gap bo'lishi mumkin emas, omadli boshlandi. Nima deyishga ham, qanaqa reaksiya qilishga ham hayronman. O'sha ochmasam ham bo'laveradi, qandaydir. Mayli, hamma ishida ishlatamiz. Material, qaranglar, omadli keldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Respekt. Boshqalarda openkesini ko'rdilaringmi? Kimda omadli keldi? Uni ham yozib qoldiringlar. Yaxshi, garantdan tushdi-yu, lekin kostyumda 3-10 talikda berib yubordi. 6 ta jetonli kostyum. PUBG va nihoyat menga Ultimate ruletkada omad keltirdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda xursandman. Vashcha xursandman. Reaksiyamni qandaydir bildira olmayman. Orujlardan berib yuborsa zo'r bo'lardi. Davay, taktika qilamiz. Chota o'sha 10 talik ochdik. Hozir chiqishdim yo'q. Propusk, yana bitta propusk bilan. Yaxshi. Yana bitta Ultimate kostyum. Kimda ko'rgansizlar, kimda Ultimate kostyum tushganini? Men o'zim birinchi marta ko'rishim Ultimate ruletkada kostyumda 2 marta berishini, chunki Knyaz payti ham esimda, million yusilarga openkes qilardi bunaqangi ruletkani, lekin kostyumda 2 marta berganini eslolmayman. 2 ta jetonga aylandi va endi ko'ryapman 2 ta jetonga aylanganini. Endi 2 yil oldingi Ultimate'da qaytgan bo'lishi mumkin-ku, lekin yaqin orada 2 marta kostyum berganini endi ko'ryapman. Gap bo'lishi mumkin emas. O'sha 4 ta jetonimiz va почти 90 ta ochkoyimiz bor. Menimcha ochish uncha muhim emas, ochko yig'amiz. Shlemni ham, qurolni ham olishimiz kerak lekin. Davay, PUBG qurolni ham berib yorsin. Bersa bo'ladi. Shunaqangi zo'r kunlarda, Qurbon hayitida. Nima bu akalar? 3-marta kostyum tushishi. Uxlayapmanmikin mana? Nima bu? Hamma openkes qilganlar kommentga kirib yozamiz. Sardor gangnikini ko'ringlar. Bunaqangi omad bilmadim. Menimcha 1 yillik omadimni ishlatib yordim. To'g'risi men hayronman. 3-marta kostyum tushyapti. 2 ta jetonga aylanyapti. Hayronman. To'g'risi nima deyishga ham hayronman. Oxirgacha hamma yusiga o'chaman, farqi yo'q. Yana bitta kostyum tushib bersin-chi, rekord qilgan bo'laman menimcha. Bunaqangi kam yusiga menimcha hech kim kostyumni bunaqa ko'p tushirmagan. Endi maqtanish emas-u. O'zim ham shokdaman, chunki ma'lumotlarni bilaman, boshqa narsani bilaman. Birinchi marta ko'rishim bunaqangi ko'p tushishini. Qurollar, shlemlar tushmayapti-yu, lekin kostyum Ultimate ryukzak tushdi. Umrimdagi eng omadli Ultimate ruletka openkesi bo'ldi. Va bu eng oxirgi 10 talik edi. Eng oxirgi 10 talikda Ultimate ryukzakni beraveryapti. Endi videoning nomini umrimda eng omadli openkes desam bo'ladi. Aytgancha RPda ham bitta 1000 yusiyim bor edi. Shuni ham olib ochaman. Balki qurolni ham berib yuborar. Davay, ochamiz. O'shanda garantgacha ham yetib qolsa kerak. Davay, PUBG. Shlemni bersam, Ultimate shlemni berib yuborsam mayli, zo'r bo'lardi. Yo'q, bombosh 10 talik, lekin material bor, zo'r. Va yana bitta 10 talikka yetar ekan. Ketdi PUBG. Yo'q, afsuski bu safar bermadi. Hozir UC tashlayman, oxirgi 10 talikni ham ochib beraman, chunki chap tomondagi mana
garantgacha bitta qoldi. Bitta o'ntalayotsam 250 ta bo'ladi va o'sha ochkoni ham olaman. Как раз RP missiya qilingan ekan. UC tushirib o'tirmadim. Yana 1000 UC da olaman va ochamiz. Bo'ldi, mana oxirgi 10 taligimiz va oxirgi 10 taligimizda ham omad kelarmikin? Davay PUBG. Хотя бы material bersa ham zo'r bo'lardi. Yo'q, uni oxirgi 10 taligini bermadi-yu. Muhimi garantlarni olamiz. Gap bo'lishi mumkin emas va nima deysizlar? Qalay open case? Bunaqangi ulug' kunlarda bunaqangi omadli open case ko'rish ham ancha mazza bo'lsa kerak. Oy, shilamni olamiz. Bum! Ultimate shilam juda ham chiroyli. Ko'rinishi bomba. Ember Garant. Xo'p, buni kerakmi menga yoki men bittan? Men to'g'risi kostyumda olib qolaman. Avg ham yo'q ekan, menda pulli avg bor, o'shaning uchun kolleksiya levelim yaxshiroq oshish uchun ultimate kostyumda olaman va bu roletkani yana ochamiz. Hali 1 oy turadi, o'shaning uchun ochamiz. To'g'risi menga mana bu kostyum yoqadi, o'shaning uchun shuni oldim. Qurollarni keyinroq olaveramiz. Aytgancha mana bu ochko ham bor. Shuni albatta obmen qilamiz va qurolni olib qo'yamiz. Xayolimda ochkoyim tugadi. Hech bir olmasam kerak deb o'yladim. Yo'q, mana Ember Garant ham olib qo'yamiz va bitta ochko ortib qolibdi-kan. Endi orqa fon olib qo'yamiz. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Deyarli hamma narsa olindi. Bitta glider qoldi. Glider uncha muhim emas. Yangi itda tushadigan glider bizga qiziq emas. Super kallarimiz bor, boshqa narsalarimiz bor. Zo'r. Open case просто bomba. Oy, to'g'risi o'zim mazza qildim. Aytayman-ku, oxirgi 4-5 yil ichidagi ultimate ruletga bunaqangi omadim kelmagan. Bunaqangi omad kimda kelgan? To'g'risi esimda yo'q ham. Mana juda ham chiroyli personajga aylanib qoldi. Oy, turishini qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Xullas shu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Mabodo siz ham shunaqangi open case qilmoqchi bo'lsangiz va akkauntingizga qanday qilib UC tushirishni bilmasangiz, bitta ajoyib qaytarmalar bor, buni ham olib qo'yamiz. Materiallar beradi va hadya qilish paketi ham bor, ya'ni akkauntingizga UC tushirib turib, mana shu bonuslarni olasiz. Mabodo qanday qilib UC olishni bilmasangiz, bizni Sardorgan UC adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol UC xarid qilsangiz bo'ladi. Aytgancha bizni Telegramda Level Pay botimiz ham bor, yangi proyektimiz. Ko'ringlar, ichiga kirib osongina balans to'ldirasiz. Balans to'ldirishni bosasiz, kartezdan pulni tashlaysiz va avtomatik hisobingizga pul tushadi va mana shu yerda ID orqali UC bor. O'sha ID'ni kiritasiz, UC tashashni bosasiz, pulni akkauntingizga UC avtomatik tushadi. Botimizni sinab ko'ringlar. Hammasi sizlar uchun avtomatlashtirilgan. Hech qanday adminga yozib kutib o'tirmaysiz. Xullas shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinni olib yuringlar. Qurbon hayiti hammaga yana bir bor muborak bo'lsin.